Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va mijozlar. Navbatdagi xonadonimiz verandalarni 100% bitirib berganmiz. Verandamiz material orqali minda yasalgan, oynalari oq bir qavatdan. Eshiklariga high-tech fasondagi zamorudkalardan o'rnatib berganmiz. Ochilib yopishlar ideal chiqdi. Verandamiz padakonlariga o'rnatib berganmiz. Verandamiz ochilish qism romlari barchasi ikkita vaqali ochiladi. Eshigimizning ochilish balandligi 225. Eshigimiz ochilib yopish ideal chiqqan. Har doimgidek romlarni ochilish qismiga okna prime ruchkalarni o'rnatib berganmiz. Ishimiz chiroyli chiqdi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, qo'shib qo'rasizlar. Ishlarini chiroyli qilib bitirib beramiz.